Assalomu alaykum, Gilamlovchiz kanali obunachilari. Ben apikamiz Beruniydan kelgan ekan. 2 g'olib berdik apika. Necha g'ollarimiz ma'qul bo'ldimi? Ko'nglingizdagimi? Padarka berdilarmi bolalar? Rahmat. Dükanlarımızda tilak isteklaringiz bo'lsa bemalol aytavering. Tavsiya etasizmi qarindosh tug'an? Tavsiya etaman. Bundan ham martabangiz uloq bo'lsin. Hamma sho'rga kelib olaversin. Xodimlar ham yaxshi nida so'ylab. Elayim, rahmat. Sizdan uyingizda to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. To'ylarda to'shab o'tiramiz. Elayim, to'ylar yaxshi kunlar bo'lsin. Kime zo'r sifatli g'oli kerak bo'lsa, bemalol do'konlarimizga kelaverasizlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz bizdan Qoraqalpog'iston Respublikasidan nasiya berasizlarmi degan yurtdoshlarimiz uchun dayimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanidan keldilar. Bu dayimizga 31 millionlik g'oli sattık. Nasiya savdoga berdik. Xudo xolasa dayı neçik bizning xodimlarimiz ko'nglingizdagi aytib g'ollarimizni yoyib ko'rsatib hammasini tushuntirib berdilarmi? Necha kundan oldingizlar? Rozimisiz? Gördük. Bunun içinde 250'lik 300'lik manadım onlar. Şundan aldım. Gözleri aparıp verip caylara birin döşep küçük bırakırken ziyarət kendisini kırkıp. Hemmesine rahmet. Köynüm doldu. Ava ko'pchilik adam endi doniman bilmayan adama dedi shu nila ishonib barabar aslanmi degan yurtdoshlarimiz uchun biza donishmasmiz. 31 millionlik gilam xarid etdilar. Oyina xudo xolosa har oy bo'lib to'lasa berdik. Kimga sifatli zo'r gilamlar kerak bo'lsa, gilamlar uchun do'kondan kelaverasizlar. Sizlar ham xudo xolosa kelasizlar, ko'rasizlar, hammasini xodimlarimiz yayib ko'rsatib, bir oyda 12 gacha eng osoni nasiya, halol nasiya savdo, xozanalarimiz ham bemalol kelaversin. 31 milyonluk ağam gilam aldı. Üstüne yes kannin ama 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon koştuk mu? Yok. Koşulmadı. Bemalol. Eldimden bir soğan bergenim yok. Şimdi yazdırdım, getip batırma alıp da. Ya xudo xolasa büyün geçte alıp barıp döşümüz xudo xolasa. Rahmet harekette. Sağ olun Hasan. Toylar. İlayim rahmet.